Assalomu alaykum. Muzaffar aka. Aka, bir minut. Alo. Soat nechiga boraylik oldingiz? O't tasha, hayvonlar! Bilarmidingiz? Tish shotkasi do'stingizdan ham yaqinroq bo'lishi mumkin. Bugun biz tishlar haqida g'alati, kulgili va foydali savollarga javob beramiz. Chunki tish bu nafaqat og'riq, balki zavq ham. Boshladik. Nega menda do'stdan ko'ra ko'proq cho'tka bor? Chunki cho'tkalar bu sodiq, xiyonat qilmaydi va tabassumingizni nazorat qiladi. Do'stlar bo'lsa, tug'ilgan kuningizni ham unutib qo'yishi mumkin. Нравится, нравится, нравится. Темная ночь. Nega milklar qonaydi? Bu fan tilida gingivit deyiladi. Tish shotkasini noto'g'ri tanlash oqibatida ham kelib chiqishi mumkin. Tishlarni noto'g'ri yuvish, noto'g'ri parvarishlash, xullas o'rtoqlar xalqona usul emas, balki stomatologga vaqtida borganingiz ma'qul. Agar men shirinlik yeb, darhol tishimni yuvsam, bakteriya qo'rqib qochadimi? Bakteriya cho'tkadan qo'rqmaydi, lekin tishlarga yordam kerak. Uy sharoitida tishni oqartirish mumkinmi? Ha, mumkin, faqat stomatolog nazorati ostida. O'zingiz qilsangiz emalni buzasiz. Tishlar bu oshxona kafil emas, almashtirib bo'lmaydi. Og'iz chayqagichni ichsam, ichkarida hamma narsa dezinfeksiya bo'ladimi? Faqat tilingiz deydi. Oshqozon bo'lsa, nima uchun? Hatto yalpizlik bo'lsa ham kimyoviy narsani umuman ichmang. Kariyesdan qanday saqlanish mumkin? Shirinlikni kamroq yeb, ertalab va kechki payt tish yuvishimizni odat qilib olganimizdan keyin va har 6 oyda stomatolog ko'rigidan o'tsak, hammasi yaxshi bo'lsa ham. Karies haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, oldingi videomizga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Nimaga stomatolog davolash paytida og'zimiz ochiq bo'lsa ham savol beradi? Birinchisi telepatiyani tekshiradi. Ikkinchisi o'rtoqlar stomatologlar ham zerikadi. Nimaga tishlar issiq sovuqqa sezgir bo'lib qoladi? Bu savollarga yuqoridagi videolarimizda juda ham ko'p javob berib o'tganmiz. Asosiy sabablardan biri aytib o'tamiz, emalli yemirilishi. Agar og'riq keskin bo'lsa, stomatologga murojaat qiling. Agar oltin tish qo'ysam, o'zimni podshohdek his qilamanmi? O'zbekistonning podshohimi? Hazil bilan o'rtoqlar, faqat qirollikda karies bilan og'riq bo'lmasa, bemalol o'zingizni podshodek his qilavering. Homiladorlikda plomba qo'yish mumkinmi? Agar zaruriyat bo'lsa, qo'ydirish kerak, faqat zararsiz materiallar ishlatgan holatda, glavniysi kechiktirmasdan davolagan ma'qul. Stomatolog ko'rigiga bormaslik uchun o'zimni o'lik qilib ko'rsatish mumkinmi? Mumkin. Faqat stomatolog baribir sizni topadi va sizga yordam beradi. Bu uning missiyasi. Tishlar zerikarli emas, agar ularga hazil bilan yondashsangiz. Tabassumingizni asrang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Va tish cho'tkangiz sizni sodiq do'stingiz bo'lsin.